Assalomu alaykum, efirda Axborot 24 dasturi. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Shahboz Sharifning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Tashrif dasturiga muvofiq Islomobodda oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ikki mamlakat yetakchilari davlat tashrifining ishbilarmonlik dasturi doirasida qo'shma biznes forumda ishtirok etdilar. Shuningdek, tantanali marosimda prezidentimizga Pokistonning oliy mukofoti nishoni Pokiston ordeni topshirildi. Tashrif doirasida kelishilgan muhim masalalar, taklif va tashabbuslar yuzasidan ekspertlar keng jamoatchilik fikr-mulohazalar bildirmoqda. Ushbu tashrif ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash bilan bir qatorda ularni strategik sherikchilik darajasiga olib chiqishga xizmat qildi. O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar bugun shunchaki diplomatik muloqot bilan cheklanib qolmayapti. Ular aniq iqtisodiy manfaatlar, mintaqaviy barqarorlik va xalqlar farovonligini ta'minlashga qaratilgan kompleks hamkorlik modeliga aylanib bormoqda. Oliy darajada o'tkazilgan muzokaralar davomida savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalariga ustuvor ahamiyat berilgani alohida e'tiborga molikdir. Kelishuvlar va imzolangan hujjatlar xalq xo'jaligi tarmoqlariga, yangi ish o'rinlari yaratishga va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Shu ma'noda sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, to'qimachilik va raqamli iqtisodiyot sohalarida qo'shma loyihalarni rivojlantirish bo'yicha erishilgan kelishuvlar ijobiy bahoga loyiq deb o'ylayman. Ayniqsa transport logistika sohasidagi hamkorlik masalalari strategik ahamiyatga ega hisoblanib, Pokiston portlari orqali O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo davlatlarini jahon bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, iqtisodiy mustaqillik va eksport salohiyatini oshirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Prezidentimiz mazkur tashrifi O'zbekiston-Pokiston munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Kuni kecha bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilganligini anglatadi. Avvalo statistikaga e'tibor qaratsak, so'nggi 5 yil davomida mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 2,5 barabarga oshgan. Ushbu ko'rsatkichlarni yaqin istiqbolda 2 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan bo'lib, bundan tashqari 3,5 milliard dollar hajmidagi savdo va investitsiyaviy bitimlar portfeli shakllantirilgan. Bu esa mamlakatlarning munosabatlari real iqtisodiy asosga ega ekanligini anglatadi. Davlat boshqaruvi nuqtai nazaridan ushbu munosabatlar bir nechta strategik vazifalarni hal qiladi. Birinchidan, O'zbekiston uchun yangi bozorlarga chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Pokiston 240 million aholiga ega yirik davlat hisoblanadi. Bu esa O'zbekiston uchun eksport salohiyatini oshirish, qo'shma ishlab chiqarish loyihalarini, xizmatlar sohasidagi keng imkoniyatlar demakdir. Ikkinchidan, transport, logistika imkoniyatlari nuqtai nazaridan ham bu munosabatlar strategik ahamiyatga ega. Trans-Afg'on temir yo'l loyihasi orqali Markaziy va Janubiy Osiyoni birlashtiruvchi strategik ko'prik loyihasi amalga oshirilishi mumkin. Bu esa O'zbekistonning nafaqat iqtisodiy, balki geoiqtisodiy salohiyatini mustahkamlaydi. Uchinchidan, o'zaro qo'shma hamkorlik korxonalari orqali sanoat kooperatsiyasi yuzaga keladi va bu esa o'z navbatida yuqori qiymat yaratuvchi farmatsevtika, elektronika, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik kabi sohalarda katta imkoniyatlar yaratilishini anglatadi.